Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bek kıskarlıkta huzurunlarga çıkıp kaldım tekrar. Bir bazılarını da yapmaya kalışım mümkün. Bu aldırıp çıkıp kalışım bazı sebeplerden oldu. Çünkü yanı başka ciddi değişik mazmunlar vardı, siyasi mazmunlar. Onun için bu niyet kıygan işimizni kılıp etişini muvafık taptım. Şunlaşka bazılarınla bek tez aralıkta köygünlük emmeye kalsa Beşiremni köy insanlarının buludu. Lakin bu zürüriyet olap kaldı benim için. Şuna toğurtunu şunlarını ümit kılımen. Körüvatkanınlardek bugünkü söhbet edebiyat hakkındaki söhbet ve mavzumuz yine Uygur edebiyatıdır, romançılıkның seviyesi hakkında. Mavzuna şimdi koyduk yok ama bazı mavzudun çetine başka mazmunlar ötüp gidip kalışımız mı ihtimal. Şunu bunu doğru düşünesizler. İnşallah. Aldığım kıtımki edebi söhbetimge Möcüzeli romanla tanıştırış bahanesi kılıngan söhbetim demekçi. Heli köp inkaslar yazılganlıkın ilhamlanıp bugün yeni bir kıtım edebi söhbetki niyet kılıp karşımlarına çıktım. Aldığınki video söhbetimiz ve düşken inkaslar hakkında bir neçe kız toxtulup ötüp gideyim. YouTube'daki ve Facebook'taki hem inkaslarını nazar tutuvatımen inkas deyigenimde. YouTube'da inkaslarını kontrol kılışkı buludu iken, şuna aldı bilen bana görünüdü. Men razı bulmağıça görünmeydi. Tasdik gerek. Aşı silahı görünmegen inkaslarını mı nazar tutup şunu deymen. Müş kalla dispakalçak depti degendek inkasla bek adamını şu ya külüşünü ya jığılışını bilenmeydiğin vaziyet düşürüp koydu iken biçare halıktaki eval şuken bek kişini efsuslandırdı iken. Aldığınki videonun asası mezmunu kitap tanıştırıştı. Yani ilan, reklam, möcüzge xerida çakırış maksatlık kıskıcı mazmun tanıştırıldı. Ama bazı inkaslar tamamen münasibetsiz oldu. Bazı geplerini kitapla okup andın kitap karta değiliş gerek geplerdi. Ama şu videonun uzunluğu maksat süpte düşünü ağallığımı boptu. Bu video bir vasıta. Maksat kitabının özü gitti. Yana bir yanılık gördüm resimini. Şairleri işte baha görüp demiş. Bunun nereden tapkallığımı kızık bir muamma. Bunu Uygur düşünüş terzi edeyimiz mi bilemedim. Tazımı yol tamgı işek tepkendek bir gep boptu. Belkim aldığın edebiyat söhbeti şiirler hakkında digenlerimni mana şunda düşüngen boz gerek. Nime degen yüksek seviye örgülüp gitey.
Adette ismi nama'lum velikizina bazı adamlar eskitamdan hoşu çıkkandekle inkaslarını kıp koyduğu işlem bop durdu. Bula düşenmegen bula olamdı, rast düşenmemdi. Bunun ankağıl olmaydı. Köpüncüsü Uygur bile başlangan, ya şunda Uygur bile ahırlaşkan isimler buluşup karamay. Köpüncüsünün aslında Xitayla ekenligini mi bayqap kaldım. Xudiki bo'lg'achqa Uyg'ur emaslik xudiki. Shuna ismiga Uyg'urni qatib oladigan bo'lish kerak. Ular cho'qim teatrdan chiqishni vazifa qilganlar bo'lg'achqa bundaq inkaslarni o'chirib tashlaydigan bo'ldim YouTube'da. Uni hech kim ko'rmasdi. O'chagida bo'ldi, yaxshiki. İnkas eyüpleşke buludu hamda inkas degende eyüplenmeydigan iş yok. Eyüplemeslikin gerek demekçi emas. Ama maskiladigan şu çığırdaki mazmunlar bilen eyüplense bulaverdi. Lekin tamamen münasibetsizlar. Tillab kopadigan turdikilar. Şundaqla ba'zi yaxshi niyatli qarindoshlarning inkasidanmi videoni maqsad sifatida ko'rib qolganlik chiqib turdi ekan. Ya'ni tushunmayli yozilgan inkas. Bulardan keyin qadrlik inalarimizdan ba'zilari yozgan oq ko'ngillik samarasi bo'lgan inkaslarga kelay. Bugungi asli temamizmi mushu inkaslar tufaylidan maydonga keldi. Uyghur edebiyatının chet el tillariga tarjima qilinishiga aloqador gaplar. Tarjimalarning ko'proq ko'rilgan yeri Turkiya. Fahmimcha, shu Turkiyada Sharq Turkistonliklarga qarata e'tibor berish siyosati bor deb his qildim. Mana shu e'tibor berish siyosatining mahsullari bo'lgan Uyghur professorlar adamında tüpüge qalpaqning ichiga paypaq kelgandek tüpüge unvon bo'ladigan bir qiliqi va Turkiyada professor doktor deb. Shu Uyghur professor doktorlarning tavsiyasi va ko'z tushi bilan qilingan tarjimalar. Bu tarjimalar. Bularning ichida hatto qizil komünist şairlarning she'rlari bor. Romanlar, aşağı ataqlıq, yağlı qapak, danlıq romanlar yoki Sharqdagi ikki viloyat va bir shaharni asos qilib tanlangan asarlar ekanligini ko'rib olish tez emas. Bu professorlar agar e'tibor berish siyosatining mahsuli bo'lmagan adabiyotni tushunadigan kishilar bo'lgan bo'lsa, hech olmasa xijil bo'ladimikin deyman. Bazı alametler ularning edebiyatni tushunishi aşınçılık ekanligini dalillaydi. Yani ular uchun Uyg'urlarning eng o'lmas asarlari ana shular. Farad Tursunning vatandagi qismati ko'mas kiselinish edi. Buni anqiranlik qarindoshlar ko'maslik kiselinish. Xuddi mening chet eldagi qismatimga o'xshash. Ko'mas kiselinish İtiraf kılınmaslıktın mı yaman bir iş? İtiraf kılınmışsınız o kögellik ya o. Körüdü o ama itiraf kılmaydı o diyen gap. Kövmeslik seliniş. Bunda bir adam mevcut emestekle bir kıl muamele. Beçarı Ferhat Tursun vatanda şahıldıydı. Xuddi chet eldeki mening qismatimga o'xshash. Ferhat Tursun ahirgi chaqlardilar. Torning xosiyatida. Torbetlarning boshqaruvchilari dangliqlardan bo'lmaganligi. U dangliqlar kompyuterni bilmaydi-da. Allohga shukrlar olsun. Dangliqlardan bo'lmaganligi tor sahifalarida bo'shliqning ko'p bo'lishi, cheklamaning yo'qligidan foydalanib, cheklik doirada tunilishga boshlagan edi. Ama ilg'or fikrlik yoshlar ichida cheklik doirada tunilgan. Hamma damning ichida emas. Matbuotlardagi ulug'lar uni cheklaydi. Resmiy matbuotlarda. Uning ko'rinib qolmasligi uchun go'yo heliqi
Çöçek var mı? Altın keş degan çöçek. Ha, şu çöçekteki ügey anadek. Onu tonoğu yoşurup koyup Ferhat'ne tonoğunun ağzını dümleydi. Ün çıkarılı koymaydı. Ününü çıkarsan dayak yiysin. Onun ornuna üzünün ügey kızını, taz bir ügey kızını şazadığı tenlep avarıydı. Anlayan bu ton çöçekni. Şunisi toxunun çiğlaşları qiyq tonoğunun içi de deyişi bilen bär bir şazada tonoğu içideki kızını tepip algandek işler bu. Vatan sırtıda mı xuddi şu taklitde jürmekteydi bu işler. Ügey analar bazağa özlerinin taz kızlarını tanlaşken asli nazının tonorunun içine yoşurup koyulgan. Kişilerinin körüp kalmasılığı için. Hatta özlerimi kövmeslik selvağaydı. Hayriyet çetellerdimi şazade yanala nazınını körüp kaldı. Ferhat Dursun bilermellerimiz tarafından bazargı sunulganlarının eksice tabi bayqılıp dünya sahnesinde Uygur'un vekillik yazgıcısı bolup kaldı. Hakkıda büyük obzorçular bahalarını verdi. Başka tillağımı tercüme kılınış aldı da. Uygur edebiyatıda tuncu bulup dünyavi seviyede bir roman dünya edebiyatı mundercisinden orun aldı. Ügey analarının tırışçallıkları bitçit boldu. Misni altın kılıp göstüşler, taz kızını melek kılıp göstüşler tutmadı. Hakikat bäribir hakikat edi. Qandaqlı olmasın tercüme kılınğını yaxşı emasmı deyilgen yaxşı niyetli qarindaşlar beradigan netijeni ta'sirini hisob qilish kerak. Chet til tiliga tercüme qilinsili mashhur bo'lib ketmaydi. Yoki tunilib ketmaydi. Temur Davametning she'rlar to'plami Yaponiyada nashr qilingan emasmidi? 90-yillarda. Biz vatandik chog'da. Temur Davamet Uygurlarning mashhur shoiri bo'lib tunilib ketdimi? Siyasi arx görünüşlük planlık kılıngan bir işti. Yaponiyada mashhur Uygur şairi Temur Davametni qancha yapın biladigandı. Şiirlerden qanchalik ta'sirlanib ketgandi. Mana shundaq ahvol qarindoshlar. Qozonda nim bo'lsa cho'mitga shu chiqadi emasmi? Qiz go'zal bo'lsa to'nurga yushirib qo'ysangizmi, hamon bayqiladigan ish. Yana qandaqli bo'lmasin, tarjima qilingani yaxshi emasmi deganga kelsak, adabiy asarlarni ona tili bo'lmagan, bo'libmi tafakkur tili bo'lmagan bir tilga tarjima qilish uchun adabiy asardan boshqa turdagi asarlar bo'lsa bo'ladi. Uningda asosiy mazmun nuqtai nazar yoki hodisa bayon qilish maqsadi ish qo'shadi. Lekin adabiy asarda o'quvchiga yetkazilmoqchi bo'lgani hodisalar bayoni emas, balki tasvirlash san'ati, til mahorati bo'lg'achqa bu maqsadga og'ir ta'sir etishi mumkin. Hatto tamoman gumron bir natija ro'y berishi mumkin. Shunga Uyg'urcha asarlarning Uyg'urlar tarafidan tarjima qilinishini rad qilishimning sababi. Her qachon yotlarga melimizning sarxilini tanlaydigan ish bor. İtirafiga erishish uchun shunday qilmay bo'lmaydi. Noto'g'ri maqsad, egri niyatlar bilan yo'lga chiqilsa, millatning umumiy nomini nazarda tutib emas, ma'lum yurtni mashhur qilish g'arazidagi ishlar, ma'lum tarafdorlikni asos qilgan o'zaro pudab ish yurishlar Allah'ning g'azabiga uchragandek natija yuradigan gap. Chunki yaxshi niyat yerim-ma. Elimi xuddi kommunist Xitoylarning sistemida shakllangan belgilik kishilarga yo'lovchi bo'lish, yeşil chiroq, boshqalarga yo'l yo'q bo'lishning chet el variantlarini ko'rib turamiz. O'zaro pudash. Xuddi aydijilda bir tuxum tug'ib qo'yib, tamning ustiga chiqib olib, qiqaqlab, qo'laqni gaz qilib cho'qansga turadigan kürük toxunun pədisida ömrüdə qağan birə işini üzümü, tavqadaşlarımı, tuşdum püydəb, aləm şumul bir iş meydanğa gəlgəndək xuddi atom bombasının muvaffaqiyetlik
vücutga chiqqanidek havo estirishlarni doim ko'rib turamiz. Lekin bu ishlarni oltin kesh cho'chkidagidek natija beradi. Allohning haqiqatiga ishonganlar bunga ishonsa bo'ladi. Chunki bugungilarga kelgusidagilar baho berdi. Endi bu gaplarni qo'yib turib yana romanchiligimiz haqida azroq gap qilay. Uyg'ur romanchiligi asosan voqealar bayoni bo'lganlikdan to'pnaqi yozish asos o'rinda turdi. Bu to'pnaqi yozish degan rostdan desam mening kashfiyotim bu bir adabiyot atalg'ulab qilyapti-da. Vaholanki adabiy asarlarda men bu adabiy asarlar deganimda bu yerda roman bilan hikoyalar, prozani ko'z tutyapman. Talabning tafsilot emas, tasvirdagi mahirlik ekanligini ko'p ta'kidladim. Tasvir asar qahramonlari harakat qilayotgan muhitning tasviri. Qahramonning ko'zi bilan ko'rilgan barliq mavjudot. Bundan boshqa uning ichki kechirmalarining tasviri bo'lib, Uyg'ur adablarining sal qaraydig'ini dal bu soha. To'pnaqi yozishga tayangan yozuvchilikda asosiy voqealikning izidan beriladigan bo'lg'achqa, uning sirtidagi bo'shliq oq qoldiriladi. Yoki kitobxonga qarang'u. Asosiy voqealikni yozishsiz sirtida qolgan bo'shliq to'ldirilmag'achqa, bu xuddi shalong to'qilgan bo'rga o'xshab qoladi. Odamning ko'ziga tushadigan narsalarning haddi hisobi yo'q. Siz ko'chaga chiqing, oldingizga bir qarang. Bir qarashingiz ko'zingizga ko'ringan narsalarni yozsa bir kitob bo'ladi. Bir minut ichidagi. Bularning hammasini tasvirlashning imkoni yo'q. Lekin imkoniyatning biricha bayonlarimizni jonliqlashtirish uchun qahramonning ko'ziga chaliqqan narsalarni to'liqroq yozishga tirishmay bo'lmaydi. Masalan, qahramonimiz ish uchun ko'chaga chiqdi. Uning ishi hikoyamizning aloqador voqealardan biri bo'lsa, darhol ishga yetib borganligiga otlasak, yo'lda u hech nimani ko'rmagan bo'ladi. Albatta, ba'zida shunday atlashga to'g'ri keladi, lekin doimla voqeaga aloqasi yo'q deb otlaverishga bo'lmaydi. Uning kayfiyati qandaqligiga qarata yo'llarda uchraydigan narsalarga diqqat qiladi. Axlatlar yo'l qirlariga yig'ilib qolgan qog'oz parchalari, ichimlik qutilari, meva shukutlardan tortib, qarshidan kelayotgan odamlar, ularning xilma-xil tiplari, tunishlar, tunimaydiganlar, qarilar, yoshlar, satlar, go'zallar. Qahramonimizning kayfiyatiga ko'ra bu tasvirlarni o'xshashmasligi mumkin. Elinadigan ta'sirotlarni o'xshamasligi mumkin. Xos voqea bayoni bo'lgan hikoyalarda bunday inchga ushshoq tasvirlarga o'rin yo'q. Shuni to'pnaqi yozish deymiz. Bularni sahna asarlarimizda taxmi aniq ko'ra olamiz. Amerika filmlarining dunyo film ishlab chiqarishda raqibsiz degidek holga kelishidagi sabablarning biri dal mushu bo'shliq to'ldirishga sal qaramaydiganligidandir. Bizning sahnalarimizda rejissyorning diqqati filmda rol olayotgan o'yinchilarning ustida bo'lg'achqa, operatorning apparatimi uningga ergishib mangadi. Film artistlari harakat qilayotgan muhit haqida nihoyat oz diqqat qiling'achqa, hikoya qilinayotgan zamonga va makonga atrof bo'shliqda qolgan barliq shaylar, filmga aloqasi bo'lmagan odamlar, o'tkinchilar uyg'un kelayotamda yo'qmi? Bular diqqatning sirtida qoladi. Barliq diqqat filmdagi rol alg'uvchilarga markazlashgan. Ularning muhiti, davri bilan kori yo'q. Estetik saviyasi tuvan tomoshabinlarmi film ishlovchilarga o'xshashlar diqqatsiz. Voqeaning orqasidan ketavergachga chatoq chiqmaydi. Ammo estetik talablari kun sari yuqorilayotgan tomoshabinlar uning hamma ujur-bujuriga diqqat qiladigan bo'lg'achqa, bunda qimlashmaganchiliklar ko'zga chaliqib qoladi, darhol ko'ngilishadi. Turkiyaning ko'p qismli televiziya filmi Tirilish, Ertuğrul, Sharq dunyosida bek bozorliq bo'ldi, hammaylanga bek yaradi. Ammo diqqat qilsangiz shunchalik ko'p nuqsonlarni bayqaysiz.
Baş qəhrəman bir düşünçülük Çiçen, goya bir razvedçikdek. En uşak detallardanmı mana tapalaydigan ve boğanlarını yoki akıbetlerini peraz kılalaydigan bolup çıkır. Ama turuplu dehqonchi to'mtaq. Shunchalik yo'g'on, har kim bilalaydigan narsalarni diqqatdan saqit qiladi. Yana vaqt masalasini qo'sh o'lchamlik. Ba'zilarga yillar kechadi, ba'zilar uchun vaqt hech o'tmagan bo'ladi. Ya'ni asosiy liniyaning sirtiroq qolganlarning vaqtimi o'xshash o'tmaydi. Ya'ni buni mundaq desak da ham tushunishlik bo'ladi. Ba'zi ayollar yo'g'nab ketadi, ba'zi bolalar yo'g'nab ketadi. Ama bazı ayollar hiç qo'sqini ko'tarib yuraveradi. Uning uchun 9 ay hala o'tmagan bo'ladi. Yana birlari uchun yillar o'tib ketgan bo'ladi. Kasallar, yardalarning saqlash jarayonimi ajoyib ishonchsiz. O'lishi mo'ljallanadigan, saqlayishidan umid bo'lmagan ba'zi yardalar shu bir kunning ichida oyoqqa turadi. Bu bo'lsa turmush chilliqiga zadil uyg'un kelmaydi. Bular faqat misol, qarindoshlar, tanqid emas. Bu filmni men bek yaxshi ko'rdim. Bir o'tirishimda 10 qism ko'rib o'tgan chog'larim bo'ldi. Shu men buni tanqid hisobida emas, bu adabiyotga oid bo'lganligi uchun bo'shliq to'ldirish. Biz bir qahramonning aqsida yurmaymiz. U harakat qilayotgan butun muhit bekcik narsa var. Ya boşqası bo'lmaydi. İxtiyorsiz yo'sinda haliqidek xato ketishlar adam andalik vaqt masalasi va yoki boshqa odamlarni almashtirib qo'ydigan xatolar dunyoviy mashhur asarlardami ko'rilgan bu ishlar. Lekin ular to'pnaqi tufaylidan xatolashyapti. İnçikilikinin tüpeyilden makat alışıvatıdırlar. Bu nime depjimseme buldu. Tam beşla uruş ve ateşlik hatta Don Quixote'dek büyük eserlerdi bu. O hatalar tepilip durdu. Biz bir derize yoki chekkik ko'rish doirasi ta'min etadigan bir panjara yoki ressamlarning daladagi resimsizdigan yerda bir oldiga bir taxtini qo'ydi. Buning tepida bir teshik bor. To'chas teshik. Ash teshikda ko'ringanni sizidim yerga. Agar daraxtninki tüvi görünmey, şekillenme yan taraftan çıkıp doğan bolsa, aş boyunca küçürat aşağıya. Bunu yadınlık keltirerleysizlik o değil mi? Aşında bir tüşük aldı da talağa qaraylı. Muşundak bir tecrübe kıptakınlar. Yazgıcı, yazmakçı bolgan planı da mana şu pencere aldı durup, pencerenin oldudan ütüvatkallarını, müdürlemay turvatkallarını yazıdı desek, o halda topnaqı yeziş, muşulardan birini yazıdı. Yani açtı üşük tükürüngenin hemmini yazmaydı. Birisini yazıdı. Ya turvatkan köçmez obyektlarla merkezleşiyordu, ya ki fakat hareketlik obyektlarla merkezleşiyordu. Hatta bunun da mı ya maşinlarla yazıdı, ya ki adamlarla yazıdı. Ama pencereden göründüğün görünüşlerinin tepsili inçiki yazılışı her kim kılalaydığı iş mi emez. Hazırki zaman romanlarda talaş tartışıp koyulatkan bir munç yeniliklerini Uygur yazgıçılar tehici aklığı mı keltüymegen buluşu mümkün. Nelik profesör doktorlar değilim. İtibar veri siyasının mehsulları. Bular bek köp türlü bolsa mı biz bularga misal sütüde fakat kişilerinin sözlüşlerini, diyalog, avazlarla misal kıysak, bazı meşhur yazgıçılar şununla dikkatimizni qozgumakta. Hazırgıcı edebi eserlerdeki diyaloglar
rədd tərtib boyunca növbət bilan bo'layotgan şekilde yazılıbatgan bulup, real hayatda aşındaq rəddlik növbət bilan sözləşiş qançalik umumi? Siz dep bakmanglar. Normal hayatda birisinin gipi tükkiçe, yana birisi toluq tutturduğun, onundan kim bu, onundan kim bu sözleydiğin aşında aş barmı? Qançalik umumi bu ahval? Yani kişiler hayatta bundaq növbət bilan sözləşməsligi mümkün. Bir vaqtda tam sözləşib hech nimani uqilib olmaydigan ahvollarni adabiy asarda qandaq yozish kerak? Sözləşiyotganlarning tashayinda yaqin atrofda quloqqa kiradigan boshqa ovozlarmi bo'lishi mumkin. Chunki ikki odam sözləşiyotdi deb butun koinot jim bo'lib ular yo'l qo'yib turishi natayin. O'xshash bir vaqtda quloqqa kirib turadigan bu gitchimachan ovozlarning hammasini qandaq yozish kerak? Bu haqda boshqa turilayotgan bir chog'da Uyg'ur adabiyoti texicha ibtidoiy romanlar davrini tamomlab bo'lolmadi. Texicha biz eliqi balalarcha romanlarni dangliq palonchining biz bu yerda asarni baholamayotganligimiz chanib qolyotdi. Asarni emas, soqolni baholayotimiz bu yerda. O palonchining o'g'anlik uchun asar mashunda yo'g'on büyük bo'layotdi. Ama bu balalarcha qarindoshlarım. To'limi ahmoqona, boshlang'ich seviye. Yana masalan, ikki odamning so'zlashishidimi, ba'zi hollarda birisi to'liq so'zlab, yana biriga fursat bermaydigan ishlar doim bo'lib turadi. Lekin adabiy asarlarda hala rad tartiblik navbat bilan so'zlash turidan chiqolmadik. Bu ba'zi danliq asarlarda sinoq sifatida yozilayotgan turlardan biri. Yani bekti so'zlaydiganlarni orada tinmaydigan vat-vatlarni qanday ifoda qilish kerak? So'zlar orasida bo'shliq tashlamasdan, tinish belgisi qo'ymasdan yozishmi sinoqda. Qo'shqatlamliq angliqishi. Yana bir sinoq. Birisiga quloq selayotgan vaqtning o'zida ko'ngildan kechadigan his tuyg'ular, aslimalar, fikrlar o'xshash vaqtning o'zida bir muncha ish tang yuz berishini hammaydan bilsakmi, romanlarimizda hammasi rad tartib bo'yicha yuz berayotgan bo'ladi. Men navbatdagi bir romanimda, ataxi nashr qilinmagan romanda, tiz gap qiladigan birining so'zlarini ana shunday ulab yozdim. Keyin bu chiqsa imlochilarning ogohlantirish berib avara olmasin deyman u. Chunki hala men imlodan ogoh berayotganlar xili bor. Bir narsaga diqqat qilsangiz, birisi unutilib qolishimi ras. Hayotning o'zidek murakkablikni tasvirlashga urinish, bargan sari reallikka yaqinlashish bir g'oya. Amerika kinolarının ba'zilarida tomoshabinlarning rol alg'uvchilarning yolg'on o'limlari bilan qanoatlanmas bo'lganligi, ras o'lish talabida bo'layotganlarning talab uchun ras o'ladigan mushlashlar, hayotda qilish bo'yicha imtihon tusidagi tavakkulchiliklar tasvirlanishga boshlangani xili oldu. Gerçi bularmi yana rol olsunmi, zo'qlanuvchilarning talabini qondirish ehtiyoji raqobatning ta'xirsizlikka keltirib chiqargan yangi mahsulotlar. Oldingi videoda deb o'tganimdek, adabiyotning vazifasi millatning tafakkurini yetaklash. Turg'unlikda tutib turishmi, bara-bara taraqqiy qildirishmi adabiyotning ishi. Eliqidek oddiy bolalarcha romanlar, nayti oddiy ziddiyat to'qinishları, qiliblaşgan yaxshi yomonlik kurashları, xuddi cho'chaklardagidek nurg'un egir to'qayliqlardan keyin yaxshilikning g'alaba qilishi, 40 kech kunduz to'y tomosha bilan oxirlashish tipidagi nurg'un qiliblar millatning tafakkur taraqqiyotini yetaklamasdan bir saviyada bolalarcha oddiylikda tutib turishga xizmat qiladi. Ben ilgari bir makale yazgandım. Mavzusi
yolg'onchilikqa mahkum bo'lgan sahnalarimiz edi. Uningda sahnalardagi bir xillik, ya'ni drama turidagi va kino. Uni sahna hisoblanadi, sahna siri hisoblanadi. Bir xillik, soxtalik, sunniylik haqida to'xtalgan. Bilasizlar, bir necha yil qilib bor. Uyg'urlar tarafidan ishlangan kinolarga qarasangiz, bir necha yil qilib bor. Eri tarafidan qattiq bo'zak qilingan ayol uydan chiqib ketib, Urumchiga bir dilla boy bo'lib ketadigan, bir kunlarda heliqi erini qo'liga qaratib o'sal qiladigan, yana bir turida ularning orasida bir bola va bolaning dadasini tonish uchun bolalarcha bir jipucha beriladi. Bir pichoqning g'ilipi dadada qolgan bo'ladi, pichoq ayolda ketgan bo'ladi. Bola cho'ng'ilib, pichoqni ilib qaytib kelib, heliqi g'ilabga obdan kelish bilanla dada bola ekanligini tanıydı. Ne kadar addi. Bunun bir munç qamlashmagan yuchuqlar mavjud. Ama dikkat, voqeachilik bilan band bo'lg'achqa bundaq ushshaq yuchuqlarga diqqat qilinmaydi. Bir g'ilabga balkim nurg'un pichoqlar obdan kelayverishi mumkin. Chunki zavodda kompyuter programma orqali zir-zavar inchiklik bilan qirib chiqarilgan bo'lmaydi pichoq degan. Bo'lapmi bizning bundan ilgirki hayotimizda. O'xshash turdagi sonsiz pichoqlar bir-birining g'ilipiga tushadiganligiga hammalarning ko'zi yetdi. U holda haqni dada deyverishi mumkin. Qanday bo'ladi uningda? Shuningga o'xshash cho'chaklardagi qiliblar bo'yicha jipuch qoldirish saxtligimi tekrarlanib turadi. Texim murakkabroq usul choralarni o'ylab topishga aql-ajimimiz yetishmaydi. Ne kadar bichorlik. Undan boshqa qo'lida undan boshqa qo'lida hech nimasi yo'q bir ayol Urumchiga chiqib ketsa, boy bo'lib ketishimi yana bir hamoqatlarchisinlik. Adabiyotimizdagi illatlardan eng ko'zga patadigan turlarning biri mana shunday oddiylik, takrorlik, qilibbozlik. Sinifiy kurash ta'limotining asaridan manbalangan yoki kollektiv yoshirmanimizdagi afsona cho'chaklar qilib tufaylidan go'yo harvimizning chaqi u yoki bu katanga kirib qoladi. Xohlamas shu izda ketaveramiz. Balki yomg'irda chiqib qolgan cho'nqur bir izvog'i kino qurib ketadi bu. Harbining chaqi cho'nqurga chiqamay ashuningdan ketadigan gap. Realistik ketib qolganda. Ya'ni yaxshilik bilan yomonlik orasidagi kurash oxirida yaxshilikning g'alabasi bilan natijalanish. Hayotda bir muncha vaqtlarda qabohat g'alaba qiladi. Bir muncha ishlar fojia bilan natijalanadi. Hammasini 40 kecha kunduz to'y qilibdi, murod maqsadlariga yetibdi shaklida oyoqlashmaydi. Afsona cho'chaklardagi bu qilib orzuni ifodalaydi. Ya'ni reallikda yetishidan umid bo'lmagan orzularning teshig'i tepishidi. Ammo bugungi kunda adabiyot san'at reallikka yaqinlashishni, turmush chilligini eng yuksak darajada turmushga yaqin ifodalashni g'oya qilmoqda. Shunga uning hamisha yaxshilik bilan tugishi shart emas. Bu yerda hatto hodisaning natijasi maqsad emas. Til ishlatish mohirligi maqsaddir. Nima uchun bizga bir muncha bolalarcha oddiylikqa to'lgan bichora asarlar ulgu tiklab berildi? Bu masalaga qanday javob topishimdan beshim qetib turg'unimda doktor Mamtuminalarning ziyolilik haqidagi video suhbatini anglab qoldim. Ziyolilarning ikki xil qismi tug'ildi ekan. Ya hukmronga qarshi chiqishga jur'atlik bo'lib o'lish. Ya hukmronning qo'lidagi qurolga aylanib, hukmron tarafidan yuksaltirish, saxillashtirilish. Mushundaqroq tushundimmi bu videoni? Balkim to'g'ri tushungandimmi? Tarixga qarasakmi buni nayt aniq ko'ra olamiz. Demak,
Bizge sunulgan ulgiler hakimiyetinin sayısında yoğuntulgan, ulug'lashtirilgan ulgiler ekanligini jazm qilishmi ancha tas emas. Xuddi Anderson cho'chaklardan podshohning yangi kiyimida aslida mavjud bo'lmagan kiyimning go'zalligi, siftligi, ko'rkamligini maqtaganlardek bir xil holat maydonga keladi. Her qanday oddiy va tutamsiz bir narsanimi maqtab versangiz, bo'libmi siz cho'ng bilgan odamlar tarafidan maqtalgan bo'lsa, bu psixologiyadagi nupuzga murojaat qilish saqtligi yoki nupuzga tayinish saqtligi degan turdagi bir saqtlik bu. Ayda yo'g'onlar tarafidan maqtalgan bo'lsa va qayoqqa qarasangiz shu yoqdan bu vaqtdagi ko'p turishlar bilan qarshilashaversangiz, oxirida siz o'zingizning qobiliyatidan gumon qilishga boshlaysiz. Men buni geçmişimdeki real bir işe tadbiqlab deb bersem, Lutfullah Mutallibning hech nimasini ko'rmagan zamonlarda havaskor vaqti men kitoblarni bek cheklangan zaman bo'lg'achqa o'tirdi adabiy kitob yo'q, Mavzeydondan boshqa kitob yo'q biz cho'ng bo'lgan zamonlarda. Onda bo'lgandan keyin men ko'rolmayman uning kitoblarini. Lirimo emas shu bir kitob o. Shu kitobni ko'rolmayman. Faqat o'tirdiki danqini ko'p anglaverish tufaylidan allaqachon qalbimda bir giganit obidi bo'lib tikilib bo'lgandi. Keyin asarlari bilan uchrashish fursatim bo'ldi. Birisi de bakken onu çeklenadigan bo'lg'achqa zamonda yoshirin bo'ldi. Qo'ltiqdan qo'ltiqqa ariyat alg'ash. Kitobning qisliqidan o'tmagan ash ulug'ning ash to'plamini erinmay ko'chirib oldim. Bütün sürü kitap. Bunu şu çokunuşumdan mahsuliydi. Heyliqi kömey turup danqısını anlagan çağda tiklengen abidini. Şuğunisi, kalbimdeki büyük abidinin salayetiga uygun kömey bekkilandı. Benim kalbimde tiklengen heliqi abidi bek yüksek. Ama heliq şiirla küçürevatı men küçürüşü. Heliq şiirla yoğunlukka pakatla uygun gelmeydi. Heveskar vaxtındaki aval bu. Heveskarlık kallan bilen. Bunu birbirine uygun kömevatı men. Ve kıyılmavatı men ruhimda. Bunu kişiye tınanmaydım. Yani ve bunu bek yoğun bilip bu tayinlik yani bu kanda şiir mi o değişke kanda tıl baradı o. Ama ko'nglimning cho'nqurlarida bularni şiir deganme kelmaydi. Kelmedi, ashunday hisda oldum. Rast ish bu. Bu hislarimdan o'zimning qo'rqis keladi. Ya bütün adamlar osmonga chiqarib maqtayotgan bir odamning şiirlerini bu qanday şiir bo'ladi bu degan narsa ko'nglimdan kechayotganiga o'zimning qo'rqis kelyapti-da. Goya bu şiirler kusursuz idi. Ama men tushunolmay o'tatdim. Hal qilish chorasini men manda topdik u yerda. Mening yaratmasligim bu o'zimdan bo'ladi-da. O şiirning tuvelligidan emas. O'zimning tushunolmayotganligimdan degan manda ta'bir bilan bu ziddiyatni hal qilib o'tmagan. Cho'nqurligidan ben tegiqi yetelmeyevattim. Yani maqtılıvatkan o vakitning yaramsızlıqdan emas, o'zingizdagi tushunish saviyasidan gumonlanasiz. Anda o kadar jiq maqtilishga uchrab ketgan vaqtida o vakitdan gumonlanolmaysiz.
til tekkizemeysiz. Allakaçan mabut aylangan turuz. Qanday til tekkizsiz sonunda. Mazagı canması yaman boludu o. Yüzünüzün seviyesinden gumallanışqa başlaysız. Üzem düşenmegechke mana addi ve balalarca tuyulavatkan boz gerek dep oylaysız da guman kılanmaz olursunuz. Bunun da yana amma psikologisi degan Libon'un kitabı var o Uygurca tercüme qıptı çıkıptıymış. Ben o Türkçesini koygan. Şu amma psikologisi tasvirlengen halet mi rol oynaydı. Köpçülük içinde, yani cemaat içinde, omma içinde. Fakat umumi keyfiyatka ergişli yüz berdigan bolup, yekki akıl jari olanmaydı. Bunda bir galet, bir psikologiyalik ahval var bu yerde. Yekki akıl jari olanmaydı. Mana shunday qilib, oddiyligidan yo'qligidek bir narsa sirliqlashtirilib, til tegdirgil bo'lmaydigan darajada muqaddaslashtiriladi. Neticede bularda kusur olmaydı. Ekşiçe sizden düşünüş seviyeniz kusurluk buluşu mukumlaşıp kaladı. Gep bu yerge kelgen eken, bu şiir doğrusuda deyiştik o. Lütfullah Mutallib misal kıldık o. Hem de gep bu yerge kelgen eken şunu mu degeç ötüp gitey. Muşu yakınladı o deymen. Bu yıl. Ya bultumu. Lütfullah Mutallib'nin birinin boğallıqının qancha yıllıqını hatırlaş faaliyet ötküzüldü Türkiye'de. Men yani şiir düşenmeydiğen tarafıdan heveskarlıqımdımı gomallanılgan bu giganit Cumhuriyet Persenti şiir düşünüdüğen şairler tarafıdan hatırlandı. Qo'tislan deymi. Shuni jazm qilamanki, bularning hech biri Lutfullahning o'lmas asarlarini o'qib bakmayla, ko'chadagi davronlarga ko'ra ulug'imiz deb xotirlar o'tadi. Cho'qim shunday jazm qilin bunga. Nimishqa desanglar, agar o'qib bakkan bo'lsa-da, menimcha rezillikda xili yetgan bo'lsa-mu, bu hatırlıgıçılar rezillikte hele bir yukarı dereceye yetken bolsumu ör dünyada turup bundak bir Cumhuriyet Persentini hatırlaş faaliyeti kılışka ma yüzü kızagan buladı. Mana bu şiir düşündüğallahının hali. Menin şair emaslikim ras. Hakның şair kılıbilişidin saklanış için bunu allaqaça üzem jakalıgandım. Biz bir kütle şiirin teppa saklan şair kılıp alımız ya bir adamın hatta ot jürek deydiğallarımız var bunun içinde. Su jürek demeyimiz herhalde. Ot jürek, antalı vatanper. Men bir bu şairlik sendromu hakkında bilimi yazgandım burun elki. Vatançilik torbetligi yollap koygandım. Yaxşı ki şu Xudayım saklap sabit damallanın ki bir kütle şiir tepilip kalmadı demiş vakitçe. Bu talihimiz mi arkadaşlar? Eğer aşkın bir kütle şiir tepilip kalsa var mı? Onun devlet atısı ulaştık o yüksek derecesini unutup gelip aşkın bir şair kılıp alımız mı? Öğrenciliğimiz mi? Şairde. Şairde hatırlayımız mı? Allah saklap onun birini müstepilmeye kaldı. Şair emasligimni üzem jakalıgandim. Meni şair kılıp almışsın bunu da. Çünkü meni şair kılıp algan bilen ulu elikini şiir dep şair kılıp algan bilen menin üzemge o şiir emas o. Menin ölçümüm bu. Şiir düşündüğallar bunu uqib koysa buludu. Bo'lmasa aşılı hatırlayatgan, aşılı çoğun biladiganlarning qilib qiliqlarining eng azma bijlik üstünrak yazımayman shunday narsalarni.
Lekin uni men şiir deb bilmegenlikim üçün üzemnimi şair demeymen ve okuyan kılıkımnımı şiir hesaplamayman. Bunun için dedim o aldığın xetimda. Men bu Facebook'a xeyli aşında cık bijimilini yolladım. Şiir deyildiğin türdeki neslerini. Nima üçün yolladım? Ben bu şiir hakkında bir sohbet kılmakçı idim. Ve bu sohbette aşı üzemnin yazganlarını misal kılıp mana mandaq näsler şiir emas deyiş üçün misalga yolladım degendim. Yadыңda bolsa gerek. Nima üçün üzemni misal kılıp üzemninkini üzem inkar kılışım şart oldu? Çünkü ulug'laringlarnikini misal qilsam hammanglar tillaysizlar. Uni yaratmadim da. Ama üzemninkini misal qilsam demeysizlar. Üzemni nimishqa yaratmaysan degil olmaydi ya. Onun için yollagandim. Keyin bunu bek arliq uzurab ketdi, şundan vazgeç. Aşındarab deb qo'ygandim oldingi suhbatda. Belki şununla qarab bazı hamakat şiir tushunadiganlar bu şiirim tushunmaydi ekan degan bo'lsa kerak. Aşımdan aslında şiir demaydigan darajada tushunmayana. Sizlar şiir deb aş besho'nning ustiga elib oladiganlarning xilijiqi men uchun şiir emas. Bunu deb qo'yay. Lekin heliqidek şiir tushunadigan şiir bahalashga yaraydigan shoirlar ulug'layotganlarga tükürüşki petinaligidek tushunadiganligimni deb qo'yay. Burunni bir qitim degan edim. Turkiyada tarjimaga asar tavsiya qilganlar ya o'zlari adabiyotni tushunmaydi. Şuna ular uchun ana shular heliq tavsiya qilinganlar bek qaltis asarlar. Yoki tavsiyalar butunlay shaxsiy tarafdorlikdan pastkash jurtvozlikdan manbalangan bo'lib, uchinchi bir sababi yo'q. Oldingi suhbatda abstrakt romanlarni o'qish usuli haqida to'xtalgan edim. Ijodiyat muhitiga cho'kib turib o'qish. Bugun bunga qo'shib qo'ydiganim o'qish surati. Surati deganimda ko'z tutqunim hargizmi qarqichqashning sayrashidek vichir tiz o'qu deganim emas. Balki o'qish izchilligi. Ya'ni normal bir romanni deydi, 400 betlik roman bo'lsin. 2 qatim qo'lingizga elibla tugitib-etsangiz lazzat bo'ladi. 2 qatimda. Aksi holda birinchi betga kelib qatlab qo'yib, hafta o'tganda yana elib 2 bet o'qib qatlab qo'yib, yana bir oydan keyin 6 bet o'qib qatlab qo'yib, so'rashtirib 3 oyga qolmay tugatsangiz, nima lazzati bo'lsin uni? Nimani tushungan bo'ladi undan? Qanday bu bir-biriga tutishadi? Bunda kitob o'qiydiganlar avara bo'lmasin bo'ladi. Adabiy asardan lazzati, san'at lazzati erish uchun o'qiladigan bo'lg'achqa. Adabiy asar degan san'at o. Onundan lazzat erish uchun o'qiladigan bo'lg'achqa cho'qim tiz o'qish kerak. Uzluksiz o'qish kerak. Oraliq uzrab ketsa tatqiq qochadi. James Joyce'ning bir gapiga duch keldim. James Joyce'ning cho'qing'uchilaridan biri James'dan Finneganning uyg'unishi haqida shunday so'rabdi. Bu Finneganning uyg'unishi James Joyce'ning bir romani va oxirgi romani bu. 17 yildek vaqtda yozilgan roman. Hozirgacha faqat 7 tilga tarjima qilinibdi. Tarjima qilgan olmaydi deyilgan bir roman bu. Ve men taxi 5 betdan o'tamadim. Qayta yani başladım. Qayta şey 5'den başlap 5 betgacha kelib oxirgi ketanmayapman. Aman mushunda bir roman. Mushu roman haqida shunday so'rabdi. Hurmatli Joyce, bilib turibdimanki, buyuk bir asar bilan yuzlashyapman. Shunisi hech narsa tushunmadim. James shunday javob beribdi. Unda bo'lsa faqat quloq sol.
ve his qil. Tushundingmi? Demek hozirgi zaman romanları, yani abstrakt romanlarni o'qigan chog'ingizda bütün qalbingiz bilan his qilish, asar muhitiga cho'nqur cho'kib, yozuvchining sadosiga quloq solib turib o'qisangiz, andin lazzat ola olasiz. Bu tafakkuringizning taraqqiyotiga abstrakt şeylerini tefekkür qiladigan aqlingizga bir cheksizlik ato qiladi, ya'ni bir taraqqiyot sho'ts ato qiladi. Bo'lmasa turaverasiz, haliqi ulug' asarlarni o'qib, ash ulug'liqni tursangiz, ash balalarcha saviyada turaverasiz, tafakkuringiz ketib qoladi. Mana moshunda ash tushungin olmaydi degan yerni ash qirishib o'qiysiz. Ash cho'nqurchuk. Bundaq asarlarni tushunmaslik kitob o'qishdagi ixlosga, ruhiy tayyorlig'imizning qandaqligiga bog'liq. Yani siz asardan nimani kutyapsiz? Qiziq bir voqea kutayotgan bo'lsangiz, bundaq ruhiy holatda o'qiganingizda haqiqatan hech narsani tushunmaysiz. Lazzat ololmaysiz. Sizga to'limi zerikishlik tuyuladi. Bundaq hollar mening kechmishimdan bo'lgan. Havaskor o'smir chog'larimda 16 yosh vaqtlarim balki bir qatam birisidan Shimoliy Aurora nomli sovet romanini ariyat olgandim. O'qiyman, o'llarcha varaqdan keyin nima o'qiganligimni bilmayman. Kitobga cho'kanmayman. Shunchalik zerikishlik hisoblab oxirida tugatanmay qaytarib etgandim. Keyin yozuvchi atilishga boshlagan kunlarimda Qashqar Uyg'ur nashriyoti bir chet el povestlar majmuasi chiqargan. Karvanmati ismi. Yadimda yo'q. Shuningda Germaniya yozuvchisi Heinrich Böll'ning obro'yi to'kilgan Katarina nomli bir povesti vardı. Men buni o'qib tugatolmagan. Ve mushundaq bir nimani nemishqimi tarjim qilib yurgando deb hayron bo'lgandim. Bu povestni Mahmudjon Islom tarjima qilgankan, Mahmudjonmi qalam haqqini demasam o'qib boqmaydim, shunchalik zerikdimki chidag'isiz degandi. Chet elga chiqqandan keyin bildimki, bu Heinrich Böll Nobel adabiyot mukofotining laureati ekan. Men bu kitobni izlab tepib, endi qayta bir o'qib beqish niyatida. Bizning u chog'dagi yaratmasligimiz cho'qimki bizning estetik saviyamizga bog'liq bir ish. Saviya tubi. Yani san'atdan zo'qlanish saviyamizning tubanligidan yuqori saviyadagi asarlar yaramay qoladigan ishim bor. Demek kitapta nimani kutayotganligimizga ko'ra bir ruhiy holat tayyorlik shakllandi. Qiziq voqea kutgan ruhiy holatda bo'lganimiz uchun bunday asarlar zerikishlik bilinadi. Aslida adabiyotning til san'ati ekanligini nazarda tutganda biz adabiy asarlardan til san'ati kutsak to'g'ri ruhiy holatda kitobga kirisha olamiz. Qarindoshlar, agar mushundaq suhbatlarni arzu qiladiganliginglar rost bo'lsa, endi deb qo'ydi ekansizlar ba'zilaringlar, ammo inkasda savollaringlarni qo'ygan bo'lsanglar, nimaga qiziqadiganliginglar, qaysi sohalarga cho'nqurlab kirishga havasinglarning borligini bilsam, balkim bu suhbatimiz qiziydi. Hozircha shunchalik deb turaylik. Keyin yana bir ko'rishguncha Alloh omonat.